Şübhacılık haqida qissa nomli asarda 100 martamdan ortiq yakmak urush olgan janglardan faqat 6 bor. Albatta hammamiz bu yerdagi botir qahramonlarga amroq. Bularning jangining eng yuqori pallasi yakmak urushda 100 martam, 200 martam urush olgani. Şübhacılık haqida qissada bu gap to'lib chiqqan bilan mushundaq jang yaraydigan, mushundaq jang qila olgan faqat 6 martamda jang bor. Bular qaysidir? Mazmun qilgan do'stlar, buni go'nja qo'yib, bir tal yaxshi yurganlarni bir betib, filmning davomini anglar. Qissa haqida bayon. 100 martamdan ortiq yakmak jangning ichida birinchi o'rin turdig'ini Jangdongliq Sunso bilan Tayshisi o'tirsidagi jang. Endi bu yerda Sunso bilan Tayshisining o'tirsidagi bu jangni misol qilsam, bo'libmi ko'nish parchalikni ko'rib boqmagan, kitobni o'qib boqmaganlar yoki yangisini ko'rganlar bu nada chiqdi, men o'qimay bitganmi deyishinglar mumkin. Shundami? Endi kitobni o'qimay qolsanglar, ko'nish parchalikni ko'rsanglar bu mazmunni ko'ra olasizlar. Bu yerdagi Jangdondagi Sunso alam marti jihatimi intan yuqori o'rin turdi. Ushbachalik haqida qissadagi 24 payg'ambarda 10-o'ringa tizildi. Hamda nurg'unlar musharki yakmak urishgan botirlar ichida bu yerdagi sharqunnoyt ojiz deb biladi. Hamda bu dal musharki Tayshisi bilan Sunso o'lib ketgandan keyin berilgan ba. Bu ikkisiniki alam marti kuchtingirligi ikkinchisi 9-10 tizilgan qaranglar mashqisi. Endi mushu vaqtda bu ikkisining o'rtasidagi jangda jangning oxiriga kelib yakmak urishdi. Sunsoning 13 odim bor. Tayshisi yuzini qatgan 2 odam bilan uchrashib qoladi. Biroq mushadagi Sunso o'zining adamning jihligidan foydalanmay, aksicha rasmiy o'g'il bo'ldachilik bilan sizlar aralashmanglar, men yakmak urishman deb chiqib Tayshisi bilan 100 martam urishdi. İkisinin jangi intayin dahshatli bo'ldi. Ikkilisini ait kuchtingir alam marti intayin yuqori. Endi bu ikkisining jangida Sunso ustunlikni egallaydi. Shuning bilan bu yerdagi Tayshisi qochidi. Sunso bo'shganmaydi-da, qo'g'laydi. Endi bu yerdagi Tayshisi Sunsoning odamlari yo'q yak berib, yana qaytlardan 30 marta ishki tutishdi. Bu ikkisini ajratadigan odam yo'q. Urush, chepish. Eng oxirida Sunsoning quliga Tayshisining qulidagi qisqa nayz chiqdi. Tayshisining quli bo'lsa, Sunsoning qulidagi dubulg'i chiqdi. Shuning bilan hujum qilmoqchi. Endi naq shu vaqtda ikki tarafning odamlari gulxonlarini ko'tarib kep qoladi. Shunlar bu ikkisi ajrilib ketadi. Jang mushada to'xtaydi. Demak, mushada Abdur Logonjong apandim ustunlik bilan qalam to'xtatganki, qarab boqinglar. Sunsoning qulida nayzi bor. Tayshisining qulida bitta dubulg'i bor. Demak, bu ikkisi avayda tanishib qolgan. Endi yeni qalam tavrasa Tayshisining o'ldig'ini aniq. Shuning uchun Abdur qalamni mushada to'xtatgan. Ikkisining jangi 150 martamdan 200 martamgacha atrofida bo'lgan. Endi ikkinchi cho'ng jang bo'lsa, Lübu bilan Zhang Fei o'rtasidagi jang. Albatta bu hargizmi Xulaoganning oldidagi Sanyingdan Lübu emas. Bu vaqtning o'zida bir qatim urushgan bilamiz. Zhang Fei bilan 30 marta urushgan. Keyin Lübu bilan Lübu o'rtasidagi Xinyi baliqdagi jang bo'lgan vaqtning o'zida bu yerda Zhang Fei yana bir qatim chiqib Lübu bilan 100 marta urishdi. Yengish ayrilmaydi shu vaqtning o'zida. Albatta bu vaqtda Xulaoganda bo'lgan jangdan yillar o'tib ketdi. Bu vaqtda bu yerda Zhang Fei davomli mashq qilib, gumpögünüp, shundami, Janshin Fang verib, cheniqib, shuning bilan alam mart yuqori ko'tarildi. To'xta, sen Lübu degan guyni men zodi o'ltiramam deb alam mart o'sdi. Vaqt kamchilikni to'liq qildi. Endi Lübuga kelsak, bu vaqtda yechsal cho'ng'ib qoldi, onun ustiga to'xtamay qochib yurib jang qildi. Shundami, balkim Zhang Taysi vaqtiga qaraganda sal kuchli. Shuning bilan bu yerdagi Zhang Fei ikisi 100 martamdan ortiq jang qilib, yengish ayrilmadi. Oxirida bu yerdagi Liu Bei jangni to'xtatdi. Balkim Liu Bei mush vaqtda yenila Zhang Feining yorilib qolishidan ansirgan bo'lishi mumkin. Lekin Zhang Fei qat'iy Lübudan qo'rqmay jang qildi. Biroq buningdan keyingi vaqtlar qarsak, Lübu haqiqatan Zhang Feining tutib qilishdan ansiraydi. Qo'rqdi, shundami? Har qatimliq jang bo'lgan vaqtimizda Chengdongday falan apama men qo'g'itsinsim. Yo'q, Liu Beining Zhang Fei guayular va tang chiqib qolsam tenkilanmayman deb tutdi. Demak, shu vaqtdan boshlab Zhang Fei Lübuni bir qatim haqiqatan qo'rqatgan. Zhang Feidan boshqa bir odam yakmiyak Lübu bilan 100 marta jang qilib boqmagan. Shuning uchun bundan keyingi vaqtlarda Zhang Fei Lübuni 3 urug'liq qo'l bu deb tilgisimi, yoki Lübu bakishim demay qoladi-ku. Beka emas. Üçüncü cho'ng jang bo'lsa, Changsha qo'rg'ini oldidagi Guayu bilan Huangjong o'rtasidagi jang. Bu jang
3 gün davamlaşkan. Tuncu qatımda bu ikisi 100 mertemden artık can kılıdı. Yeniş ayrılmaydı. Bırak Guayyu üstünlükni gellaydı. İkinci qatımlık canda 50 mertemden tutuşudu. Bu yerki Guayyu Huangzhou'nu yengip aldı. Elbette bu yerki Huangzhou'nun eti yıkılıp ketkenlikten paylandı. Guayyu'nun etini mi? Çilantoruk. Bu atның paydasını muşu vaqtda bir qatam ko'rdi. Huangzhou yengildi. Guayyu o'ltamaydi. 3-cü kuni 30 martam urishib, bu yerda Guayyu yana tamoman ustunlikni egallaydi. Naq muşu vaqtida bu yerda Huangzhou uxyasını etib, Guayyu'nun dubuluqsini soqidi. Albatta bu vaqtda Huangzhou'da o'g'ilvaldarchilik bor. Batur degan baturligini qildi shunami? To'xta bu yerda Guayyu ikki qatam yo'l qo'ygan tursa, bugun bundaq nacharlik qilsam bo'lmaydi. Lekin qo'rqitib qo'yishim kerak deb Beyfa Beyzhong emasmi? Atqan o'qidaq joyiq degidu. Shuning uchun bu yerda Guayyu'ning dubulg'usini soqidi. Guayyu to'xta, mamang rang qildi. Tunigun qo'yib turayotganim bugun javobini qaytardi. Bo'lmasa Ülekenme Bauto Kotayken deb tutdi. 4-cü cho'ng jang bo'lsa Tungguan jangi. Ya'ni bu vaqtdagi Cao Cao bilan Ma Chao, Ma Tonglar o'rtasidagi jangda Cao Cao'ning oliy song'uni Shu bilan Ma Chao 200 martam vurishdi. Bu ikisi oldingi 100 martam vurishga vaqtingizda yengish qilcha ayrilmaydi. Biroq Ma Chao sal ustunlikni egallagan. Nemishqa? Ikkisining aramaga vaqtiga qarasanglar, bu yerga Shu kiriblar dubulg'i saatlarni sevitib, suvni ras ichib etib, qo'ngniyo deganni ichib, uning kayindan Sao-Cao'ning etini almashtirdi. Demak, bu yerga Shu ma dubulg'i saatiga 10-20 kilo egri emasmi? Tankilanmay qolgandakmi? Energiya qo'rab ketdi, tiylerim yetmadi. Bir yengil urushay uludiga shuosimi dedi. Demak, shu vaqtingizda Ma Chao sal ustunlikni egallagan. Keyin 100 martam jangda Ma Chao'ning ustunlikni egalligini texim ro'shan. Shunlar oxirida Cao Cao jangni to'xtatdi. Endi bu yerda Cao Cao shuning uchun oldi bilan jangni to'xtatdi. Shuning yorilib o'lib ketishidan ansirab. Amaliyotda ko'rinish parchalikqa yoki kitob qarasanglar, bu vaqtning o'zida Cao Cao Shahudin bilan Sauxun ikki song'unni jangga chiqardi. Yeni men shu uchun yorilib qolmasin, sog' salomat ekanlar deb Ma Chao qarshi ikisini otlantirdi. Demek Shuchuningki yorilib qilish ehtimolligi yuqori. Ma Chao ustunlikni egallagan. Lekin Ma Chao bilan 200 martam jang qila olganligini o'zi Shuchunning no'chiligi shunami? 5-chi cho'ng jang bo'lsa Jamin qo'rol oldiki jang. Ya'ni Ma Chao bilan Zhang Fei o'tirishki 200 martam jang. Endi mana Ma jangja rasmiy boshdan oxir yengish, ustunlik, ostunlik, o'ng-so'llik hech nima ayrilmagan jang. Bu jangmi 2 qatimga bo'linib ketdi. En dastlab 100 martamda bu ikkisi hech kim ustunlikni egallayolmaydi. Mayli Zhang Fei bo'lsin, mayli Ma Chao bo'lsin. Bu ikkisi jang shu darajada shiddatli bo'ldiki, butun qo'shinliklar xuddi kino ko'rgandek to'xtab qoldi. Liu Bei, Zhuge Lianglarmi joyida degan jiddilashib, ajoyib manzara shakllandi. Bu ikkisi oraliqda bir qatim atlarni yangushlab, energiyalarini to'liqlab, chiroqlarni yoqib, ikkinchi maydon jangga otildi Shaban jangga. Bu jangdimi bu ikkisining yengishi qat'iy ayrilmaydi. Dahshatli jang qotdi bu ikkisi. Eng oxirdan Liu Bey'nin to'xtashlik sabab mush vaqtida Zhuge Liang nim dedi, Ma Chao'ga erishishga bormi dedi. Voy, bundaq shirmat Batur sanqon tursa kimning erishgisi yo'q. Unda sen avdroq pamishilta dedi. Maqlay unda jang to'xtatdimizmi? To'xtatdik. Bu jangni to'xtatsak Zhang Fei mo yorilib qolmasin, Ma Chao mo yorilib qolmasin. Zhang Fei yorilib qolsa mening inim chatoq chiqdi, ko'nglim yerim bo'ldi. Endi Ma Chao yorilib qolsa, u yorlangan cho'loq odamdan biz ishlasak foydasi yo'q deb shuning uchun bu vaqtda jangni to'xtatdi. Keyin Jamin qo'rol oldida bu yerda Zhuge Liang Ma Chao'ga foyda ziyonni tushuntirib buni hal qildi. Shuning bilan Ma Chao mo Liu Bei'ning 5 yo'l bosganining bir so'p tutdi. 6-chi jang bo'lsa Jingju'ni qaytarib olish jangi. Ya'ni bu vaqtda Guayyu bilan Pangdo o'tirishgan jang. Bu jangdimi Pangdo bilan Guayyu 100 martadan ortiq jang qilgan. Yengish ayrilmagan, yengilgan Pangdo. Shunami? Pangdo yengildi. Biroq Guayyu bilan 100 martam tutish olganligini o'zi bo'sh gap emas. Endi shu vaqtning o'zida bu Pangdo haqiqatan Batur, Shirmat Sangun, Shilianglik bu. Shunami? Ma Chao'ning bir inisi. Endi Guayyudek Baturning buning bilan 100 martam urishda mendaq bir qancha turlik sabab bor. Birinchidan Guayyuning yeshi haqiqatan cho'ng bo'lib qoldi. Shunami? Guayyu yoshini bir yak beribmi qoldi. O yosh vaqti emas. Navada o'z vaqtidagi 5 o'tkaldan o'tkich 6 songunning qalısına algan, Beymatki jangni Yalliang Wenchulanning qalısına algan jang bo'lib qolsa, 3 pangdo bir bo'lib chiqsimi, o Guayyu et bilan qo'shib chepatdi. Ikkinchi bir sabab bu yer Guayyu uzoq mezgil Jingju'da bag bo'lib, albatta ayshrat bo'ldi bu vaqtda bag bo'lgan keyin. U da jangim chiqmadi shuning bilan ozroq chekinish muqarrar bo'ldi. Uchinchi birisi bu vaqtda asli Guayyu pangdoni tamamen öldürüp atalaydı. Bırak. Pangdo nim dedi. Ma ökürdüm sana ekeldim. Navadi ölüp geçsen baştan sayıp köydürüp atma.
dedi. Uzutib qo'ymasini bu shundaq deb. Shuni bilan Guayuning ma'niga ochiq kelib, shuncha jon Baturlar ismini anglab titraydi. Sen guy qo'qmay boshladi deyapsan go deb, o'zicha men Pangdoni yengib bo'lgandan keyin o'z og'zidan Guayu sendan qo'rqdim, yomon kelsa degan gapni anglash Guayuning maqsadi. Shuning uchun darhol o'ltamay, bir yerim yotoq qilib qo'yib gapini anglamoqchi. Biroq bu yerda munofiq xums Pangda qanday qildi? Zərlik yuşun oq etib. Əmdi ayət soğan canda bu yerdə suyunu qoyub bu yerdə Guayu öz tədbiri bilan yeni Pangdoni tirik tutub, Josanğa buyurub özünün bərdar şəfirdə yeni bunu kalısını yaptı. Şunamı? Demək bu yerdə Pangdonining axırda xumsuzluq qilsin, qilmasin, yenila bu yerdə Guayu bilan 100 mərtəbədən artıq jang qilarligini, bunun ham intayin batur, yurgi va alam ma'tun pishqan ekanligini tushundirdi. Chunki neyni men degan sanğullarmı, qeyrgan Guayularmı yekmek uruşqa petinamagan. Pangdo petini aldı. Şunamı? Demek üç parçalık haqida qısa namlıq əsərdəki 100 mərtəbədən artıq qılalğan jang faqat maş 6 jang var. Bunundan başqası ondaq dəhşətli çoğ janglar bop baxmagan. Ondan sonra bu yerdə bir mərtəbə zat qançılıq oldu. 100 mərtəbə jangның vaqti qançılıq bolğan. Bunun qiziqlığını dostlar, pengunçu boysan, teyində biz boysanlar keyinki sanda bu təfsili bir paraqlasaq buldu. Rəhmət.